Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Newton Academy. Bugun bizda mehmonimiz Abdulhaq Suhrob o'quvchimiz birdaniga 3 ta nufuzli maktabga qabul qilingan. Suhrob, o'zingiz haqingizda tanishtiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Suhrob. Men Toshkentda yashayman va Toshkentda tug'ilganman. Men 6-sinfimda o'qishda boshlaganman va men Newton Akademiyada o'qiyapman. O'quvchimiz o'sha aytganlaridek 1 yil davomida biz bilan shug'ullanishgan. Biz o'quvchimiz bilan rus tilida tayyorlanganmiz Mirzo Ulug'bek maktabiga. Xo'p, yaxshi. Suhrob, o'zi birinchi kelganingizda bizga o'quv markazimizga Newton Akademiyaga o'zingiz qanaqa his qilgansiz? Какие были впечатления? Я очень волновался, chunki men juda Mirzo Ulug'bek maktabiga kirishni xohlayapman va faqat men emas, ko'pgina bolalar va shuning uchun men katta o'qishim shart edi. Yaxshi, zo'r. Xo'p, qarang. O'quv yili davomida sizga berilgan uyga vazifalarda qiynalmadingizmi? Qanaqa orada stresslar bo'ldimi? Vazifa bajara olmagan holatingiz bo'ldimi o'zi? Qiynalgan paytlarim ham bo'lgan, albatta, chunki katta o'qishim shart edi va ba'zi kunlari men uxlamayapman, 12 soatdan o'qiyapman. Suhrob, endi ayta olasizmi, o'zi mana o'quv yili davomida bizda konkurensiya ko'p bo'ldi. Ana shu konkurensiya ichida sizni yengib chiqish qiyin bo'lmadimi? Qanaqa bo'ldi vpечатленияларingiz? Albatta yengib chiqish qiyin bo'lgan, chunki o'qish ham albatta oson bo'lmagan va men qattiq o'qiyapman. Shuning uchun hamma uyga vazifalarni qilyapman vaqtida va 12-6 soatlab o'qiyapman men. Yaxshi, xo'p. Suhrob o'quvchimizni o'zi aslida menga eng yoqqan tarafi uni mantiqiy fikrlashi va geometriyaga bo'lgan qiziqishi. Xo'p, endi Suhrob, sizga savolim bor edi. Qarang, sizga ko'proq geometriya yoqqanmi yoki matematika, hisob-kitob yoqqanmi? Endi baribir geometriya sizda kuchliroq bo'lganda, shuning uchun men doim geometriyada tasavvur qilganman. O'zi sizda qanaqa bo'lgan aslida? Menga o'zi ikkalasi ham yoqqan, lekin geometriyada shu figuralarni yasash, yangi narsalarni paydo qilish menga ko'proq yoqqan. Yaxshi, tushunarli. Endi savolimiz bor edi. Biz haftada har oxirida yakshanba kunlari mock testlar o'tkazishimizga to'g'ri kelgan. Mana shu holatda, mana testingiz natijasi kam chiqqanda, o'zingiz nimani his qilgansiz? O'sha vaqtda ishonchingiz tushib ketmaganmi o'zingizga nisbatan? Natijam kam chiqqanda men ozgina xafa bo'lganman. Chunki men qattiq tayyorlanishim kerak edi. Lekin undan keyin hamma materiallarni takrorlaganman va yaxshi rezultatlarga o'zimga ishonganman. Mana qarang, Mirzo Ulug'bek maktabiga kirdingiz, o'zi imtihonda o'zingizni qanaqa his qildingiz? Imtihondan chiqqandan keyingi hissiyotlaringiz qanaqa bo'ldi? Shu волновался, потому что мне было страшно, что я не поступлю. Lekin imtihondagi savollar osonroq chiqqan. Shuning uchun imtihondan keyin men o'zim natijamda точно bilganman-da. Kirishingiz yaxshi, zo'r. Endi meni yana ham hayron qoldirgan narsa, sizni ixtisoslashtirilgan maktabga, ya'ni tabiiy fanlar bo'yicha qabul qilishingiz bo'lgan. Bu juda men uchun hali birinchidan nimasi bo'ladi. Hayron qolganman. Suhrob matematikda-ku qanday qilib Suhrob boshqa tabiiy fanlar yo'nalishida o'qishga qabul qilingani bo'lgan. Nimaga o'zi buni qayerdan kelib chiqdi bunaqa natija? Yoki oldindan o'qiganmisiz, nima bo'lgan o'zi? Men o'zi maktabda hamma fanlardan yaxshi o'qiganman va tabiiy fanlarda ham yaxshi bo'lganman. Lekin ko'pini ehtimolga qilib javob qilaman-da, shuning uchun o'tib ketgansiz. No, lekin ehtimol bilan 58 ball yig'ish bu juda ham qiyin. Yaxshi. Xo'p, endi bilsangiz yana bitta maktabga topshirgandik. Biz uni o'sha irrigatsion maktabiga. U yerdagi qanaqa bo'ldi holat, imtihon jarayoni? O'zi u vaqtda mencha o'qishga kirganingiz aniq bo'lganda, adashmasam. Aniq bo'lgandi. Qanaqa bo'lgan? U o'qishga kirishingizni bildingiz va keyingi imtihonga yana topshiryapsiz. Irrigatsion maktabga topshirayotganimda men ham bilgandim u yoqqa kirishimni, chunki Mirzo Ulug'bekka kirdim. Bu nosonroq deb qabul qilgansiz. Albatta irrigatsion maktabda imtihonlar osonroq bo'lgan va chiqqandan keyin точно bilgandim kirishim. Yaxshi, zo'r. Xo'p, yana bir savol so'ramoqchi edim. Mirzo Ulug'bekka kirganingizdan keyingi jarayon o'zi qanaqa kechgan? U yoqda o'qishga qiynalmadingizmi? Aynan matematika jihatdan yoki ingliz tili jihatdan u yerdagi o'qish sizga qiyin bo'lmadimi? Mirzo Ulug'bek maktabda o'qish qiyin bo'lmagan, lekin
shu ingliz tilida zo'rroq o'qiyapman. Algebrada, shu matematikada funksiyalar temasida ozgina qiynalganman. U yog'i yaxshi ketdi, demak. Yaxshi. Esingizda bo'lsa, o'zi Mirzo Ulug'bekda o'tiladigan kitobni biz Mirzo Ulug'bekka kirganingizga ishlab chiqqandik. Esingizda bo'lsa, IDC kitobidan tayyorlaganmiz siz bilan. O'zi ungacha ishlab chiqqanmiz, menimcha u yoq qiyin bo'lmagan. O'zi Mirzo Ulug'bek maktabidagi o'rtoqlaringiz qanaqa? Sizga oddiy maktabdagi o'rtoqlaringizga nisbatan qanchalik farq qildi? Nima sizga yoqdi ko'proq maktabning sharoitlaridan va muhitidan? Mirzo Ulug'bekda maktabi o'zi chiroyli ekan va oddiy maktablardan juda chiroyli va u yerda o'quvchilari более сдержанный, ular aqlliroq va ular воспитанный degan bo'lsa bo'ladi. Tushunarli. Endi baribir o'zingiz tayyorlangansiz, sizga o'xshab tayyorlangan o'quvchilar bilan bitta muhitga kirgansiz. Yaxshi bo'lgan. Xo'p, Abdurasul haqida gaplashadigan bo'lsak, Abdurasul kelolmadi, afsuski, ishlari chiqib qoldi. U bilan birga bo'lganlarda qanaqa o'zingizni yaxshi his qildingizmi? Baribir sherigingiz, birga tayyorlangansiz. O'quv yili davomida tandem bo'lib ishladinglarmi birgalikda? Da, albatta, chunki u bilan men 3 oy o'qiganman va u menga yaqin o'rtog'im bo'lib qolgan. Va Mirzo Ulug'bek maktabida men u bilan hamma qiyinchiliklarni yetganmiz. Yaxshi. Abdurasul kelolmadingiz, mayli, o'rningizga mana Suhrob gapiryapti. Xo'p, endi qarang. Keyinchalik rejalaringiz qanaqa? Yana qayerga topshirmoqchisiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha ketmoqchisiz? Men o'zi arxitektor yo'nalishiga qiziqaman. Chunki geometriyada men yaxshiroqman albatta. Va Mirzo Ulug'bek maktabida IB sertifikatini olganimda, inshaalloh, shundan keyin arxitektura bo'yicha universitetga topshiraman. Yaxshi, juda ham zo'r. O'z yoshligingizdan qiziqardingiz, zo'r. Xo'p, endi o'zingizdan kichkina boshqa o'quvchilarga qanaqa maslahat bera olasiz? Nimalarni tavsiya qilasiz? Ularga men tavsiya qilaman, albatta o'qishni, o'zini o'qituvchilarga bo'ysunishni va ular bergan uy vazifalarni vaqtida qilishdi. Va ulgurmagan bo'lsa, uni shu uy vazifalarni qilishdi, chunki u materialni saqlaydi. Suhrob o'quvchimiz har doim vazifalarni bajarib kelgan o'quvchilardan. Suhrob vazifa qilmasa, men uni o'ynagani uchun ayblamasdim, sababi rostdan ham ulgurmagan bo'lardi. Suhrob, sizga bitta savolim bor. Mana sizda doim motivatsiya ko'p bo'lganda, men jahlim chiqib natijalardan xafa bo'lgan vaqtimda sizda motivatsiya bo'lgan. O'zi nima sizni motivatsiyaga indagan? Nima sababli siz har doim natijangiz past chiqqanda, balla chiqqanda ham yana ham qiziqib boravergansiz? Aynan Mirzo Ulug'bekka kirishga. Menga shu o'qituvchilarim va ota-onalarim qo'llab-quvvatlagan meni va albatta Mirzo Ulug'bekka kirganimda natijaga erishishni xohlayaman va Mirzo Ulug'bekka kirsam yaxshi podarka nagrada berishini bilgandim. Demak, yaxshi nagrada ham siz uchun motivatsiya bo'lgan, to'g'rimi? Yaxshi, zo'r. O'zi mana qara natijalar chiqqan kuni o'zimni esimda, o'shanda qanaqa his-tuyg'ular bo'lgan sizda? Birinchi marta o'qishga kirganingizni bilganingizda Mirzo Ulug'bek maktabiga nimalarni his qilgandingiz aynan o'sha momentda? Mirzo Ulug'bekka kirganimni bilganimda men juda xursand bo'lganman va 1 yil o'qishim просто tak ketmaganini bilgandim o'sha paytda. Tangani boshqa tarafi ham bor. Mana o'qishga qabul qilishda kimlar o'qishga kiradi, kimlar o'qishga kirmaydi. Mana shu o'qishga kirmagan holatda o'zi o'quvchiga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Men 4-sinfda Prezident maktabiga tayyorlanganman va u kuni men kira olmaganman. Lekin Mirzo Ulug'bek maktab haqida bilganimda qattiqroq o'qishda boshlaganman va hamma kira olmaganlarga yana qattiqroq o'qishni tavsiya qilaman, chunki bundan natijalari zo'r bo'ladi. Albatta muvaffaqiyatga erishgan odam muvaffaqiyatga erishmagan odamdan ko'ra ko'proq yiqilgan bo'ladi, ko'proq imtihonlarda toplangan bo'ladi. Endi sizdan so'ramoqchi edim, mana sizdan keyingi o'quvchilar bor, ukalaringiz bor, bizda tayyorlanadigan. Mana shu o'quvchilarga nima maslahat berardingiz? Umuman Newton Akademiyada bizda ta'lim oladigan, undan tashqari boshqa joylarda tayyorlanadigan o'quvchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'qituvchi har doim qo'llab-quvvatlaydi. Sizni shuning uchun ularda ishonchini qo'llab-quvvatlashingiz kerak va shuning uchun har doim o'qishingiz kerak. Mashqalarni qilishingiz kerak vaqtida
qilolmasangiz, ularni baribir tugatib qo'yish kerak. Yaxshi. Bu o'quvchimiz doim vazifani 100% bajargan o'quvchi bo'lgan. Agar o'quvchimiz vazifa bajarmasa, men bilardim, rostdan ham vazifa ko'pligini. Ya'ni qanaqadir vazifa berganimda o'yin kulgi yoki boshqa narsa sababli vazifa bajarmay qolmagan. Doim qanaqadir sabab bo'lgan va juda ham kam holatlari bo'lgan vazifa bajarmaganlarni. И, конечно, если вы хотите поступить в такие школы, как Мирзол Беску, как ирригационную, обязательно приходите в Newton Академию. Agar siz ham o'quvchimiz kabi nufuzli maktablarning o'quvchisi bo'lishni xohlasangiz, Newton Akademiyaga keling, diagnostika testini topshiring, bizda tayyorlanib o'qishga qabul qilining. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu QR kodni skanerlang va ro'yxatdan o'ting.